25-iyul. Hijriy 1448-yil Muharramning 11-kuni. Toshkent. Chilla kirganiga ham bir oy bo'libdi. Necha kunlik qaynoq jaziramadan so'ng andak salqinlik tushib, nafas rostab olgandik. 1-2 kunlik salqinlikdan keyin dam olish kunlari harorat yana 40 darajaga ko'tarildi. Ko'p qavatli beton uylarni hatto konditsioner ham arang sovutyapti. Xona sovishi mumkin, ammo bu sovuqda odam tez bezib qolar. Ko'ngil baribir tabiiy tiniq salqinlikni tusab qolaveradi. Bugun chigal yozish uchun ko'chaga chiqdim. Odamga dam beradigan, miyadagi charchoqni yozadigan eng yaxshi davo shu rang-barang shahar manzaralari. Jazirama sabab ko'chada piyoda kam, ammo transport oqimi bir zum tinmaydi. To'xtashni ham iloji yo'q-da, tirikchilik, yumush, hayot tashvishlari issiq-sovuq qarab o'tirarmidi. Odamzod hammasiga fursat topgisi, hammasiga ulgurgisi keladi. Ob-havoning noziga qarab o'tirsang, hayot tirikchilik to'xtab qoladi-ku. Mahalla atrofini aylanib, ana shu lahzalarni kadrlarga muhrladim. Bahonada ko'ngildagi kechirmalarni ham shu so'zlarga mixlab qo'yyapman. Kimdir bu tasvirlarda o'z qadrdon ko'chasini ko'rib yoshligini eslar, yana kimdir shunchaki fikrlarimga hamroh bo'lar. Xullas azizlar, yana bu so'ronli kun tarix sahifalariga muhrlanib bormoqda. Hayotingizda mana shunday tinch, yorug' va xayrli kunlar ko'payaversin.